Assalomu alaykum qizlarjon, yaxshimisizlar? Joninglar sog'mi? Bismillah deb mana braunini boshladik. Bizga kerak bo'ladi shunaqa kichkinaroq chashkada to'la shakar, yog', to'la emas, yarimdan oshadi. 3-4 qoshiq kakao, menda bu yoqda 3 qoshiq to'la. Sut, katta bokal to'la. 3 ta tuxum va un. Birinchi bo'lib 3 ta tuxumga shakarni solib, yaxshilab venchikda ko'pirtirib olamiz. Mikserda qilsanglar, undan ham zo'r, men mikser yo'q uchun venchikda ko'rsatib beraman. Shunaqa oq bo'lib va so'shni ko'pirgandan keyin bunga yog' va sutimizni quyamiz. Tayyor bo'lgan massamizga kakao va razrыхлитель solamiz. Endi bunga un solib, suyuqroq xamir hozir qilib olamiz. Endi e'tibor berasizlar qizlar, mana quyuqroq qilib xamirni tayyorlab oldim. Bunga hozir qaynagan qaynoq suvni quyaman. Ishi zo'r chiqadi braunilaring. Mana suv quyganingizdan keyin shunaqa silliq, suyuqroq xamir paydo bo'ladi. Endi oldindan yog'lab olingan idishimizga xamirni qo'yamiz. Va duxovkaga 180 gradusga yarim soatga jo'natamiz. Pirog tayyor bo'lgunigacha shokolad ganash tayyorlab olamiz. 1 stakan sut, 2 osh qoshiq to'la kakao. Endi bunga shakar solamiz. Menda oddiy shakar tugab qolibdi. Shuning uchun qand solaman. Bolajonimning ovoziga e'tibor bermaysizlar, o'ynayapti. 8 dona qand soldim. Endi qaynab chiqqanigacha aralashtirib turamiz. Mana qaynab chiqqandan keyin 2-3 minut, uzog'i 5 minut qaynatib olamiz. Mana men tegini o'chirdim, 3 minut qaynatib tegini o'chirdim va sariyog' solib qo'yaman ichiga. Mana sariyog'i eridi. Endi buni qaynoqligida pirog ustiga yaxshilab quyib olamiz. Mana bir tekisda quyib oldik. Ishoninglar, shunaqangi shokoladni zo'r brauni shu retsept bo'yicha qilib ko'ringlar. Yoqqan bo'lsa, like va podpiska bosishni unutmanglar, xursand bo'laman.